invertorni korpusidan tok uryapti deyapti. Bu tok urishning sabablaridan bittasi invertorda zazimlina qilmaganligidan bo'ladi. Keyin zazimlina yerga yaxshi qoqilmagan bo'lsa, shundan ham tok urishi mumkin bo'ladi. O'shalarga e'tibor berish kerak. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana biz Ulug'nor tumaniga, Andijon viloyati Ulug'nor tumaniga 10 kilovatli quyosh panel stansiyasini o'rnatib berdik. Ko'rishingiz mumkin, hozirgi oxirgi rusumda bo'lgan Longi XMO panellardan o'rnatib berganmiz. Har doimgidek ugonli bilan profildan foydalanganmiz. Ko'rishingiz mumkin, yana bitta alyumin krepleniyalardan gayka bo'tlar orqali qatirib, mustahkam qilib, zabardast qilib o'rnatib berganmiz. Bu panelimiz 43 million so'mga egalariga tushgan. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqib olasizlar. Hozir sizlarga invertordan ko'rsatamiz. Xo'p, qadrli obunachilar, invertor olgan tushib oldik. Ko'rishingiz mumkin, 10 kilovatli DE o'rnatib berganmiz. Mana buni ushlasa qo'lni tok uryapti-da, qo'l teksa. Mana orqasiga ham uryotdi kecha. Hozir tester bilan ko'ryapman. Lekin hozir ko'rsatmayapti-yu, lekin kecha qo'lim tegizganimda tok urgandi. Ichidan bironta korotkasi bormi? 118 volt ko'rsatyapti-da. Mana uni shurpini bittasi tegizsa, ikkinchisini fazaga ham 0 ga ham farqi yo'q. 118, 116 shu volt ko'rsatib turibdi o'zgarishini tokda. Invertorni korpusidan tok uryapti deyapti. Bu tok urishning sabablaridan bittasi invertorda zazimlina qilmaganligidan bo'ladi. Keyin zazimlina yerga yaxshi qoqilmagan bo'lsa, shundan ham tok urishi mumkin bo'ladi. O'shalarga e'tibor berish kerak. Biz qo'ygan narsalarimizni aytib o'taman. Bitta ko'rishingiz mumkin, avtomat qo'yib berganmiz asosiysi, DC avtomatlar, uzib chaqmoqdan qarshi shunaqangi ko'rinishda bitgan. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, nomerlarga aloqaga chiqib olasizlar. Chiroyli qilib sifatli o'rnatib beramiz.